Assalomu alaykum azizlar. Bugungi operatsiyamiz o'ngaymer bo'shlig'idagi yot jism plomba. Bu bemorimizning shikoyatlari burundan qo'lansa hid kelishiga, bosh og'rishiga va burun bitishiga. Mana buni MSKTda ko'rishlaringiz mumkin. Mana o'ngaymer bo'shlig'ida yot jism oppoq bo'lib ko'rinib turibdi. Hozir bu bemorimizga endoskopik yo'l bilan o'z kanalidan gaymer bo'shlig'idan kirib bu yot jismni olib bo'shliqni tozalaymiz. Bu operatsiyani umumiy og'riqsizlantirish ostida bemorni burunni ichidan bo'shliqni o'zini kanali orqali kirib yot jismni olib tashlab atrofidagi zamburug'larni tozalaymiz. Gaymer bo'shlig'ini ochib, ichini tozaladik. Mana plombalardan toza bo'ldi. Operatsiyamizni muvaffaqiyatli tugalladik. Mana bo'shlig'ida olingan plomba materiali va hidlanib ketgan, atrofiga zamburug' yurgan. Mana shularni hammasini tozalab, bo'shliqni tozaladik. Bu bemorimizda boshqa bu shikoyatlar bezovta qilmaydi.